Hema Malini va Dharmendra birinchi marta 1970-yilda Tum Hasi Mein Javan, ya'ni Sen go'zalsan, men esa yoshman filmida birga ishlayotgan paytda uchrashishdi. Aktrisa o'zining tarjimai holida Dharmendraning vazmin va kuchli xarakteri uni o'ziga jalb qilganini aytgan. Ularning birinchi uchrashuvi kasbiy hamkorlik sifatida boshlangan bo'lsa-da, tez orada bu tuyg'ular kasbiy doiradan tashqariga chiqib, sevgiga aylandi. Ularning ishqiy munosabatlari bir necha yil davom etdi va bu davr davomida ancha to'siqlarga duch kelishdi. Dharmendra bu paytda allaqachon Prakash Kaurga uylangan, undan bir emas, naq 4 nafar farzand ko'rishga ulgurgan edi. Hind jamiyati qonunlariga ko'ra, u birinchi xotinining roziligisiz ikkinchi marta uylana olmasdi. Ammo Prakash Kaur ajrashishga rozi emasdi. Shu bois sevishganlar boshqa yo'l izlashga qaror qilishdi. Hema Dharmendrani shunchalik sevardiki, hech qanday to'siq uni fikridan qaytara olmasdi. Ba'zi manbalarda aytilishicha, Dharmendra Hemaga uylanish uchun islom dinini qabul qilgan va 1980-yilda u bilan nikohdan o'tgan. Keyin ular Hemaning e'tiqodiga ko'ra yana bir marosim o'tkazishgan. Bu nikohdan 2 qiz tug'ildi. Esha Deol 1981-yilda, Ahana Deol esa 1985-yilda dunyoga keldi. Esha Deol aktrisa sifatida bir nechta filmlarda suratga tushdi. Ahana esa san'at va madaniyat sohasida ishlaydi. Dharmendraning Prakash Kaur bilan nikohidan 2 o'g'il va 2 qizi bor. O'g'illari Sani va Bobbi Deolni muxlislar yaxshi tanishadi albatta. Qizlari Ajita va Vijeta esa omma e'tiboriga tushmaslikni ma'qul ko'radi. Islom dinini qabul qilish haqidagi gaplarni Dharmendra ham, Hema ham keyinchalik inkor qilgan. Bir paytlar Hema Jitendraga turmushga chiqish arafasida bo'lgan, chunki ularning ota-onalari shuni istashgan. Ammo Dharmendra bundan xabar topib, ularning turmush qurishiga xalal bergan va Hemaning otasi bilan janjallashgan deyishadi. Hema Malini keyinroq bergan intervyularda Dharmendra bilan turmushi o'zi tasavvur qilgandek emasligini tan olgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Dharmendra Hema bilan birga yashamaydi, balki birinchi rafiqasi bilan birga yashashda davom etgan, ya'ni 2 uyli odam bo'lgan. Hemanikiga esa borib turgan xolos. Sani va Bobbi Deolning otasi bilan munosabatlari juda yaxshi, lekin Dharmendraning Prakashdan tug'ilgan qizlari bilan tushgan suratlari negadir topilmaydi. Ba'zilarning fikricha, Dharmendra va Hemaning munosabatlari ideallashtirib yuborilgan, chunki aql bilan yondashilsa, Hema oilali odam bilan sevishgan va uning xotini, farzandlari borligiga qaramay u bilan turmush qurgan. Biroq yuridik jihatdan bu nikoh haqiqiymi, yo'qmi degan savol haligacha ochiq. Darvoqe, so'nggi paytlarda Dharmendraning betobligi haqida xabarlar tez-tez chiqib turibdi. Uning Hema bilan baxtiyor oiladagi tushgan suratlari ham e'lon qilinadi, ammo munosabatlar suratlarda ko'ringanidek havas qilarlimi, buni faqat ularning o'zlari bilishadi. Siz nima deb o'ylaysiz?